Osiyodagi eng boy ayol Nita Ambani. U hech qachon qo'riqchisiz ko'chaga chiqmaydi. Uning uyi 27 qavatli ulkan saroy bo'lib, u yerda har kuni 700 kishi ishlaydi. Garajda esa ustiga 300 ming dona haqiqiy brilliant qoplangan Mercedes turadi. Nita Ambani bir juft oyoq kiyimini hech qachon ikkinchi marta kiymaydi. Hatto uning iPhone'ning g'ilofi ham 50 million dollarlik qimmatbaho toshlardan yasalgan. U Hindistonning eng boy tadbirkori Mukesh Ambarining rafiqasi. Mukesh Ambari dunyoning eng boy insonlaridan bo'lib, sevikli xotinini xursand qilish uchun hamma narsa qiladi. Sport mashinalari, shaxsiy samolyotlar, hattoki dunyodagi eng qimmat uyni ham hadya qilgan. Bu 400 ming kvadrat metrli saroyning har bir qavati alohida dizaynga ega. Unda 9 ta lift, 3 ta vertolyot maydonchasi, 6 qavatli yer osti garaji, kinoteatr, ziyofat zali va hatto spa saloni ham bor. Bu saroyda tasavvur qilinadigan hamma narsa bor. Siz shunday hayotda yashashni xohlarmidingiz? Sizningcha boylik baxt olib keladimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.